Assalomu alaykum, meni klientlarim, meni mijozlarim, alhamdulillah, Allohga shukr. Andijon shahrida Armada degan mini, misol uchun elektromobilda mini zavodlarga yaqin ishlaydigan, soatiga 200 bir sutkada 200 metr yuradigan 200 kilometr elektromobilimiz servis xizmatlari bor ekan. Andijonda Armada degan servis xizmatlari bor ekan. Pulini ko'rtasanglar, uzoqqa kilometrni ham uzoqqa yuradigan qilib berar ekan. Kimga shunaqa elektr skuterlar kerak bo'lsa, reklamamizdagi nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Xudo xolasa, manzilimiz bu yoqda aeroportdan, bu yoqda aeroportdan, bu yoqda aeroportdan, bu yoqda Qumbozorda. Qumbozor, bu yoqda Qumbozordan kelinaveradi. Meni nomimdan obunachilarim kelib qolsa, yo'lida qilib, skidga qilib kelishini qilib berar ekan. Eng qizig'i, bitta pasportga kelsanglar bo'laver ekan. Naqd pulga, plastikka, piristlenaga halol muddatli shartnoma asosidan beraverar akalar. Akalar reklamamizdagi nomerlarni, akalarimiz nomerlarini yozib qo'yamiz. Akalar ashkunlik ko'rishuncha, akalar kelgan bugundan ish boshladik. Kimga shunaqa reklamalar bo'lsa, mashina sotishmi, uy sotishmi, qanaqa reklama bizneslar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Akalar ashkunlik ko'rishguncha akalar.